Assalamu alaikum qarindoshlar. Yakshanba kuninglar xayrli bo'lsin. Bilib qo'ying, nomliq programmingning 23 qismini 7-may kuni bergan edim. Uningdan keyin dam olishlar va boshqa ishlar bilan bo'lib bir oydek to'xtab qoldim. Lekin o'tgan haftada men Uyg'ur sistem programmida bir 3 saatlik so'zlabdim shu matematik paranglari deb inimiz Memtimenimin bilan. Şu vaqtida şu jarayonda bir savol qo'yildi-ku. Bu savol nima deganda mendan so'rabdi, siz Millennium Problem'dan izini baqqanmi deb savol qo'yildi-da. Men o'zim u problemlar bilan ichib baqmagan. Lekin shu meseleler bilan munosabatlik topologiya, grup nazariyali shular yosh vaqtimda bak qiziqatdim. Keyin bu applied mathematics kirishib ketdim. U nazariyaviy narsalarni jiq etishmadim. Lekin bu Millennium Prize Problem'da meningki azroq xabarim bor. Bugun bir 10 minutlik vaqt ichida mushu Millennium Prize Problem, yani 1000 yillik mukofot meselesi to'g'ri qisqacha tanishtirib o'tay dedim. 1000 yillik mukofot masala, yani inglizchada Millennium Prize Problems degan 2000-yili Amerikadagi Clay Matematik instituti tanlagan dangliq ham qiyin 7 matematik meseleler bulup, Clay instituti bularning ichidagi har bir meseleni to'g'ri hal qilgan kishiga $1 million mukofot berilganligini jakalagan. Ta bugunga qadar mazkur 7 meselening ichidagi faqat bir mesele, ya'ni Poincare qiyosi 2002-yili Rusiya matematik Grigory Perelman to'g'ri isbotlab chiqqan. Ammo kishilarni intayin hayron qoldirgan holda 2006-yili Perelman Clay institutining $1 million mukofot pulini qabul qilishni rad qildi. O'xshash mukofotni Hamiltonga bermaganlikdan norozi bo'lganligini ifodalaydi. Shuningdan boshlab Perelman matematika tadqiqot hayotini tuyuqsiz to'xtatib, tanha sargardor turmush kechirishni boshlaydi. Bu yerda isbot olgan Hamilton degan o'z vaqtida bir termin isbotlagan. Endi Perelman shu Hamiltonning termisidan foydalanib Poincare qiyosini isbotlagan ekanda, shuning uchun bu odamningki samimiyligidan men ishlatgan termini isbotlagan kishiga nima uchun menga o'xshash mukofot berilmaydi deb noroziligini bildiribdi ekan. Endi bu yerda salla turib shu Poincare conjecture, ya'ni Poincare qiyosi degan nima ekanligi to'g'rida men qisqacha tushuncha beraman. Clay instituti tanlagan 7 mesele: algebralik geometriya, hisoblash geometriya, geometrik topologiya, matematik fizika, sonlar nazariyasi, qisman differensial tanlamalar ve nazariyaviy kompüter ilmi qatorliq bir qancha matematik tarmoqlari bilan zich munosabatlik. Mazkur 7 mesele bilan dunyoga dangliq Germaniya matematik olimi David Hilbertning 1900-yili o'ttirib qo'ygan 23 matematik meselening o'xshamaydigan yeri shuki, Clay instituti tanlagan meseleler kasbiy matematiklar orasida burun nomi chiqqan. Dunyodagi nurg'unlagan matematiklar shu masalalarning isbotlash usulini tepish uchun aktivlik holda uzun yil tadqiqot qilib kelgan. Bugunga qadar
Hilbert'ның o'ttirib qo'ygan 23 masalaning 17si to'liq yoki qisman to'g'ri holda hal qilinib bo'ldi. Yana 6si qoldi degan gap. Endi tövende Poincare qiyosi ustida biroz to'xtalaydi. Poincare qiyosining matematik aniqlamasi tövendikicha. İki o'lchamlik ixcham hem chegirasiz yuzning ustidagi har qanday bir chambarni uzluksiz holda bir nuqtaga markazlashtirgan bo'lsa, mazkur ikki o'lchamlik yuzni shar bilan topologiyak holda homeomorfik bo'ldi deb qaraldi. Poincare qiyosida 3 o'lchamlik bo'shliqqa nisbatan aytganda yuqorqiga o'xshash xususiyat mavjud deb qiyos qilingan. Bu matematiklik aniqlamasi albatta matematikadan ancha xabari yo'qlarga kishilarga nisbatan biroz mujmal, ammo men tövende buni oddiylashtirib ko'rsatib beray. Amaliyotda ama Poincare conjecture, yani Poincare qiyosi degan bir nihoyat oddiy bir hukm. Bunu tushundirish uchun mana qo'limda bir olma turibdi. Ma olmaning ustiga men ma bir rezinkilik bog'ni menga kirgizdim mana. Bu rezinkilik bog'ni biz mushu rezinki bog'ni olmaning yuzuna siyirib tushib, endin oxir opirib mushu bir markazga yig'inchoqlashtira olamiz. Xo'sh. Endi yana bir nimani qaraylik. Mayada endi mani girdinon shakldagi jism deb olaylik, o'ttirdi bir to'shak. Endi buning ustidagi rezinkini qaraylik mana. Rezinkini mayli qanday qilishimizdan qat'iy nazar mushu rezinkini uzmay turib bir tugunga, ya'ni bir nuqtaga yig'inchoqlashtira olmaymiz. Mana bu xususiyat, bu matematik xususiyat topologiyadagi bir xususiyat bo'lib, buni shu allburun isbotlanib bo'lgan. Ya'ni shu Poincare, Henry Poincare, fransiyalik matematik olim, yana 1904-yildan burun isbotlanib bo'lganda, endi Poincare bu yerda o'ttirib qo'ygan masala bu nima deganda 3 o'lchamlik jismga nisbatan aytgan chaqda mushu xususiyat yana uyg'un bo'ldi degan bir qiyosni o'ttirib qo'ygan. Lekin shu qiyos 100 yildak davomlashib, eng oxiri berib abayqa men deb o'tgan Grigory Perelman matematik isbotini ko'rsatdi. Mana mushunday bir oddiy matematikadagi nurg'un hukmlar uchun nihoyat bir oddiy tushunchalar, lekin uni abstraktlashtirib isbotlash nihoyat qiyin. Shuning uchun David Hilbertning 23 masalasi mana 100 yildan oshdi, tex isbotlanib bo'lmadi. Mana Klein Institute o'ttirib qo'ygan 7 Millennium Prize Problems ning faqat birsi isbotlandi. Eğer qiziqadigan bo'lsanglar, shularni o'qib chiqadigan bo'lsanglarning hukmlar hammadan qabul qila oladigan hukmlar bir hisobda. Faqat uni abstraktlashtirib, ko'p o'lchamlik bo'shliqqa kelgan chaqda buni isbotlash qiyinlashib ketadi-da. Endi misol bir narsani deb o'tay, endi shuning bilan bugungi qisqa leksiyarimni tamomlay. Bu matematikadagi nurg'un nihoyat intayin qiyin ko'ringan masalalarni-ku yoshlar isbotlagan. Yoshlar isbotlagan deganlik nima demoqchiman deganda, u siz matematikada qiyin masalalarni hal qilish uchun u nazariyalarni bek jiq bilib ketish hojati yo'q. Masalan, matematik tarixidagi Abel deymiz, Galois deymiz, Gauss deymiz, shundaq nurg'un matematik olimlar bor. Bular nihoyat yosh vaqtidalar, hatto ba'zilari matematik tarbiyani ko'rmagan turib, yana shunday matematikada qiyin masalalarni isbotlagan. Shuning uchun Uyg'urlarning yoshlarning ichidanmi shundaq qiyin masalalarni hal qila oladigan
yoshlarning kelib chiqishini men umid qilaman. Rahmat.